Assalomu alaykum, kuzatuvchilar. Mana biz Hamid taxtalari, Hamid Olimjon Obod Guzar mahallasida kelingizlar. Yangi taxtalarimiz keldi. Har xil razmerlarda. Har xil polovoy deysizmi, kiyishadigan taxtalar deysizmi? Aytgan taxtalarni qulay narxlarda kelingizlar. Qulay qilib beramiz. Sizlar uchun. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bizni dastlabki muraviyimiz ham bor. Elektro muraviyimiz ham bor. Labamiz ham bor dastlabkiga. Kelingizlar, qulay narxlarda qulay qilib beramiz. To'g'ri Toshkentdan keladi taxtalar. Kuzatishda davom eting. Navbatda sayyor turadi. Kelganiga bir 4-5 kun bo'ldi taxtalarimiz. Yangi taxtalar keldi. Bir oyda o'zi tugab ketyapti. Yangi 3 mashina, 4 mashina, har xil turdagi, har xil razmerdagi taxtalarimiz kelyapti. Shifrlarimiz, semirlarimiz Samarqand, Qo'ng'irot, aytgan shifrlarimiz hammasi shu yerda bor. Kelingizlar, Hamid Olimjon Obod Guzar mahallasi. Mana bizning 1 metrlik, 1,5 metrlik primishkalarga ham yaxshi qalinlikda strapillarimiz bor. Kelingizlar. 5 ga 15 bize bankaga taxtalarimiz bor. Mana to'shni razmerda o'lchab buni o'qisalaringiz to'shni chiqib keladi. Yangi keldi bu taxtalarimiz mana. Kelingizlar, Oxangara shiplarimiz mana. Zakaz qilib qurbimiz bor. Mana joyimiz qarang. Jaylarcha gapiramiz. Hamid Olimjon eski kolxoz Hamid Olimjon Obod Guzar mahallasi yo'lning bo'yida joylashgan. Taxtalar Hamid taxtalar.